modalar jangi, Dior va Chanel, fantaziyalar va ranglar bahsi. Jonatan Anderson, rassom va haykaltarosh, Linda Benglis ijodidan ilhomlanib, matoni deyarli skulpturaga aylantirdi. Qo'lda tikilgan plissirovka, drapirovka, arxitektoraviy shakllar kolleksiyaning asosiy usullari. Eng qizig'i, bu liboslar modellar harakat qilganda yanada jonlanadi. Namoyish Rodin muzeyida bo'lib o'tdi va makon haqiqiy tropik bog'iga aylantirildi. Podiumda kumush va mis folgasini eslatuvchi liboslar, qo'lda plissirovka qilingan paltolar, yengil va yumshoq vak jaketlar, harakatda sakrab turgan mini yubkalar va hatto kaktus shaklidagi klachlar paydo bo'ldi. Anderson Hindiston madaniyatiga ham murojaat qildi. 18-asrga borib taqaladigan hind chins matolari sumkalar bezagida ishlatildi. Aytishlaricha, Dior narxlari bir necha barobar oshishi mumkin. Endi vaqt ko'rsatadi. Mijozlar bu bog'da sayr qilishga tayyormi? Obrazlarni qanchalik qabul qilishdi? Chanel esa bu mavsumda shaffoflik, ranglar va fantaziyaga urg'u berdi. Mathieu Blazy Grand Palace'ni ulkan gullar va o'simliklar bilan to'ldirdi. Atmosfera xuddi Alisa mo'jizalar mamlakatida dunyosiga tushib qolgandek, faqat bu safar Alisa Chanelda. Tweed kostyumlar, shaffof organza, keng yelkali jaketlar va fantaziyaga boy aksessuarlar. Tilla zanjirdagi kichik logiya shaklidagi sumkalar, mashhur ikki rangli tuflilar, pompolli detallar va somon shlapalar kolleksiyaga o'ziga xos kayfiyat berdi. Eslatib o'tamiz, couture bu maxsus mijoz uchun yaratilgan liboslar. Ularning narxi 10 minglab yevroga yetishi mumkin. Endi esa savol, sizga Chanel yoqadimi yoki Dior? Ovoz beramiz.